Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 29-noyabr, soat ertalab 4. Pensilvaniya shtatidaman. Yuk olishga kelgandim. Hozir bo'sh treylerni tashadim, yuklangan treylerni oldim. Yukimiz Washington shtatiga ketadi. 2800 mayl. Bu kilometrda 4,5 kilometr atrofida bo'ladi. Yo'limiz maksimalli qiziq bo'ladi, chunki shimoliy shtatlardan yuramiz. Qorli shtatlar, hozir u yerlarda sovuq, qor boshlangan, shamol. Shunga yukimizda hozir og'irligini bilmayman, nima yuklashganini, chunki plomga urilgan. Hozir qog'ozda ko'rib bilamiz, yengilmi, og'irmi. Yengil bo'lsa, yo'limiz ozgina qiyinroq bo'ladi haydash, chunki shamolda, qorda yengil yuk bilan haydash qiyin bo'ladi. Say ostaroq haydab manzilimizga yetib olamiz nasib bo'lsa. Ketdik, yo'lga chiqdik do'stlar. Qolganini yo'lda gaplashamiz. Tashqari juda sovuq. Field Boulevard. Katta yo'lga ham chiqib oldim. Yukimizda og'irligi 28,000 pound ekan. Bu og'ir ham emas, yengil ham emas, juda zo'r bez. Hozir 2 soat haydagandan keyin bironta traktorga to'xtab dam olaman, 3-4 soat. Chunki kechasidan beri yo'ldaman, uxlaganim yo'q. Kecha soat 9 da Buffalo, New Yorkka delivery'm bor edi, uni qildim u. Keyin shu yergacha hozir 270 mayl Detroit haydab keldim. Hozir yorug' tushmasdan turib 3-4 soat uxlab olsam, kechqurungi baribir uyqusi yaxshida, energiyasini yaxshi beradi. Kunduz qancha uxlasangiz ham, baribir kechqurun uyqusiga yetmaydi. Yo'limiz bemalol bo'lgani uchun ham plan qilib olaman, shunga qarab haydayveraman. Grip yomon kelyapti shekilli. Ikkala burun polni yopiq. Dori ham hech qanaqa ta'sir qilmayapti. Bir 98% yopiq desa ham bo'ladi, chunki 2% o'sha dorini hidini bilyapman. Manisani hidi kelyapti. O'shanga hozir bitta teraflu ichamiz u. Keyin yotsak ham bo'ladi. Oldingi videoning kommentida akamni opamni kimdir ham yozgan ekan, terafluni ichgandan keyin uxlasa yaxshi bo'lib ketadi deb, yaxshi ta'sir qiladi deb. Hozir sinab ko'ramiz, qani. Yutalganim yo'q, faqat burun yopiq nimagadir qiynab bordi. Havo vobshe yo'q. Xayrli tong do'stlar. Soat 11:30. Uyquni ham, damni ham zo'r oldik endi. Bugun nasib bo'lsa kechgacha haydaymiz. Kechgacha emas, kechasigacha desak ham bo'ladi. Harakat qilamiz maksimal haydashga. Bugun bir balo qilib nimani o'tib olishimiz kerak. Chikagodan o'tib olishimiz kerak, Illinoisdan. Keyin u yog'i bemalolchilik. Bu taraflar ozgina probka bo'ladi. Bu tarafda o'sha yo'li mashina ham kam bo'ladi.
qor boshlaganiga ham 1 soatdan oshdi. Hozir zapravkaga to'xtadim. Bitta oynalarni tozalab olaman. Dvornikni ham, chunki dvornikka qor to'planib qolibdi. O'shaning uchun ham yaxshi tozalanmayapti. Mana endi yaxshi bo'ldi. Bemalol yo'lni ko'rib ketaveramiz. Yon oynalarni ham tozalab oldim. Xayrli tong do'stlar. Soat ertalab 9. Kechqurun soat 12 da to'xtagandim. Hozir Illinoys shtati Chikago shahridan sal o'tgan teparoqdaman, chunki kechqurun Maksimalni haydadim. Shu shahardan o'tib olay deb. Kunduzi ko'p trafik bo'ladi. Kecha 7 soat qorda haydadim. Faqat qor edi yo'limizda. Shtat. Shunga hozir charchabman, ko'proq uxlab qolibman. Hozir yo'lda davom etamiz. Hali yo'limiz qor ko'rsatyapti. Baribir bu joylarga o'tib ketishim kerak edi. Keyingi 3 kun qor ko'rsatyapti. Umid ko'ramiz. Hozir yo'lga chiqishdan oldin zapravka qilib olamiz. Chunki bunaqa havoda yarim bakdan kamdan yurib bo'lmaydi. Yo'lda har xil holat bo'lishi mumkin, yo'llar yopilishi mumkin. Chunki suvni ham, ovqatni ham kamida 2-3 kunlik zaxira qilib olishimiz kerak. Yerlar muz. Sirpanib ketdimi-ku mana. Ovqatni kamida 2-3 kunlikdan zapas qilib olish kerak suv bilan. Chunki yo'lda har xil holat bo'lishi mumkin. Yo avariya bo'lib qoladi, yo'llar yopilishi mumkin yoki qor ko'proq yog'ib ham bunaqa probka bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa g'arbiy shtatlarda shunga tayyorgarligimizni ko'rib olamiz. Bizni trakam tashqarisini tozalab bir pikay qilamiz, hamma joyini tekshirib, keyin yo'lga tushamiz.
Molotokchamiz. Bu bilan balonlarni damini tekshirib chiqamiz. Qorni ko'rishlari mumkin. Bu yerda juda baland yoqqan ekan. Oyoqni ko'madi. Ko'ryapsizlar, balon tagi muzlab qolgan. Shunga sirpanyapti mana bu. Qolgan aksellarni ham qo'shsak ham baribir chiqmayapti. Hozir endi balonni tagiga zanjir tashab ko'ramiz. Qani chiqib ketarmikan. Birinchi balonni tagini tozalash kerak-ku. So'rag'i tomonda ham zanjir tashlash kerak. Ikki tomonga. Keep right toward. Keep right toward 99. Kamera bilan zanjirlarni tashab ketgandim, shu yerdan chiqib olsam bo'ldi deb. Chunki zapravkaning ichi ham yo'llar ham muzlagan. Shunga hozir olib pumpga qo'ydim, hozir zanjirni yo'lga chiqarib qo'yaman. Zapravkani qilib olib bir turga aylanib zanjirni olib ketaman, chunki ko'tarib olishga erinayapman. O'zi ancha uzoq. Kamerani olib ketay dedim. Bitta shu ham boshida men kelib turganda, meni baxtimga chap tomondagi shlankasi, o'ng tomondagi, shu tomondagi shlankasi uzilib ketdi. Bugun yangi buruk kiyganim etablarda. Qayerdan bilib bunaqa ish bo'lishini. Surpriz o'zi har doim shu yerga kirib bo'ladi, nimagadir. Yo qo'lim tegadi bu yerga, yo biron xil traktor qayerda tegadi shu yerga. Ketmaydi endi bu. Shunda qoladi, chunki oldingi buruklarimda shunaqa dog'i bor, ketmagan. Yursam ham, boshqa qilsam ham.
Minnesota shtatidaman. Deliveryga 1550 mayl qoldi. Hozir yo'lda to'xtadim. Havo ham sovib ketdi. Hozir -11 gradus Selsiyada. Shunga kechqurun 18-20 ga chiqadi deyapti, sovuq. Shunga hozir bitta antigel olay. Bittami, ikkitami. Yana salarkamiz gellashib qolmasin. Yo'lda qolib ketamiz. Bu yo'lda uchragan shu birinchi zapravkaga to'xtadim hozir, eng yaqiniga. Bu yerda faqat bir xili bor ekan. Men kattarog'i bor edi, boshqa traktorlardan olardim. Bu 100 gallonga ekan. Ular 250-300 gallonga bo'lardi. Ha, shundan ham olamiz. Narxi 14.99 ekan. Shu ajoyib traktor ekan. Bu yerda xuddi bozorchaga o'xshatib sabzavotlarni, mevalarni qo'yib qo'yibdi. Traktorga kirmagan ekan oldin. Bu yerda ancha ichimlikning variantlari ko'p ekan. Aytdi, sveji mevalardan sizlarga smuzi qilib berar ekan. Qiziq. Mana bu yerda sho'rvalar bor. Har xilidan. Xayrli tong do'stlar. Ertalab soat 6 South Dakota shtatidaman. Havo -14 daraja Selsiyada. Kechqurun soat 12 da to'xtadim. Kecha 800 mayl haydadim. Yana 1200 mayl yo'limiz bor. Shuning uchun bugun barvaqtroq turdim. Nasib bo'lsa bugun ko'proq haydaymiz. Hozir traktorni tekshirib olamiz. Yo'lga chiqamiz. Zapravkaga to'xtadim. Kechqurun bakim yarim edi. Ertalab turib qarasam, 4 dan 1 qism bo'lib qolibdi. Hozir zapravka qilib olmasak, keyingi biz zapravka qiladigan truck stop 279 maylda keladi. Oynaga bergan suvlar ham toshlaymiz qoldi. Bu traktopda hammasida deflar muzlab qoldi. Bizda def bor. Keyingi zapravkagacha yetadi. Cowboylar. Amerikanskiy Montana shtati.
Qorni yog'ishini qaranglar. Juda zo'r yog'yapti hozir. Do'stlar, soat 9 bo'ldi. Men Tana shtatdaman. Intercity 90 da ketyapman. Yo'limiz qor, yo'llar yaxshi tozalanmagan. Ustiga muz. Shuning uchun ostida ehtiyot bo'lib ketyapman. 400 mayl yo'limiz qolgan. Nasib bo'lsa soat 12 gacha haydasam, keyin dam olaman. Qolganini ertaga davom ettirib, ertaga xudosi yukib topshiraman. Hozir 1,5 soatlik yo'lim shunaqa qorli, muzli yo'l ekan, qolgani keyin yaxshi yo'l. Kartadan qarasam, shunaqa ko'rsatyapti. O'tib olay dedim, asta ehtiyot bo'lib, chunki kutib o'tirgan foydasi yo'q. Bundan keyin qish bu yo'llar har doim shunaqa bo'ladi. Qor, muz. Atrofim archa-zor, tog', juda go'zal. Kamerada ko'rinmayib turgan bo'lishi mumkin. Mana biz vaqtimizga Waystation ham yopiq ekan. Ana ko'ryap turgan bo'lsangiz, ko'rinyaptimi sizlarga yo'qmi? Zangor svetcha yonyapti, o'chyapti, ovoz chiqaryapti. Bu pripas deyiladi o'sha. Waystation yopiq bo'lsa yo, sizlarni Waystationga kirgizmasa, shunaqa zangor svetcha yonib ovoz chiqaradi. Shundan bilsalar bo'ladi. Agar qizil yonsa, bu Waystationga kirishlang kerak degan, bu taroziga. Bu yerda Westline'ni o'lchaydi, yo tekshiruv bo'ladi. Dam olishga to'xtadim Waystationga. 5 mayldan keyin o'sha zanjir taqish majburiy ekan. Ertalab barvaqtroq turib haydayman, agar ertalab ham o'sha taqish kerak bo'lsa keyin taqamiz. Hozir soat ham 11 bo'ldi. 12 da dam olmoqchi edim. 1 soat oldin to'xtab dam olsak ham bo'ladi. Hozir kechqurunda o'zimizni qiynamasdan zanjir taqib ko'pda zanjir taq, yana yarim soat haydaysim yo'q, yana yech. Yurgan yo'lingizdan ko'ra ko'proq vaqtingiz zanjir taqish bilan otishga o'tib ketadi. Qor hali ham zo'r yog'yapti.
Xayrli tong do'stlar. Soat ertalab 7. O'sha yo'llar ham ancha muzdan tushibdi. Hech kim zanjir taqqan yo'q. Yana hozir yo'lga tushaman. Hozir dispetcher telefon qildi. Yana bitta yuk olib qo'yaman dedi. Qaytishga Massachusettsga, ya'ni taxminan 3000 maylga borsa kerak. 3 gacha olish kerak dedi. Hozir 6 soatlik yo'limiz qolgani. Lekin bilasizlar, qorda ostda haydash kerak. Bu joy cho'zilib ketishi mumkin. Endi dispetcherga aytdimki, shuni bir balo ushlab tur. Chunki men yoqtiraman uzoq maylda haydashni, short maylga qaraganda. Shunga maksimal harakat qilgan dedim, hozir uspet qilib boraman dedim. Hozir trak tekshirib oldik, hozir yo'lga tushaman.
do'stlar, sog' salomat yukimni ham topshirib oldim. Hozir bizga keyingi yukni ham olib qo'yishgan. Oregondan Upstate New Yorkka Deadhead bilan 3000 maylga yaqin yo'l. Pikap ertaga ertalab soat 5 da ekan. Hozir bir 2,5-3 soatlik yo'limiz bor. Shuni haydab yaqinroqqa borib tayyor bo'lib turamiz. Ertalab yukni olib yana yo'lga chiqamiz. Videoni shu yerda tugatsaman bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.